Aktrisa Feruza Normatova turmushga chiqqanidan so'ng oilasining sha'niga qilinayotgan bo'hton va g'iybatlardan charchaganini aytdi. Aktrisa agar bu ishlar davom etsa, tuhmat qilayotganlarni barchaga ochiq-oydin ko'rsatishi haqida ogohlantirdi. Man jimgina yashab yurgandim, hech kimga e'tibor bermang, lekin iltimos menga va mani oilamga, erimga nisbatan orqadan har xil ishlarni qilib, tanishlarimga, xalqqa o'zinglarni mehribon qilib ko'rsatninglar. Agar hozirgi ishlar yaxshilik bilan tugamasa, Allohga qasam man chiqib hammangni yuzingni ochaman. O'tmishingdan tortib kelajagingacha san'atkoringmi, onasimi, boshqasimi, qonun xodimimi, eskurt fohishing bormi, birlashib ish qotgan hammangni xalq endi rostakamiga taniydi. Shuncha sabr qildim, shuncha yaxshi gumonda bo'ldim. Lekin oilam uchun endi jim turmayman. Hammangni video-yu rasmlaringgacha tarqaladi. Man sandakalani erkaginu ayolingacha ko'rib kevonman. Shu vaqtgacha Alloh qo'lladi, bundan keyin ham o'zi yordam beradi, inshaalloh. Bugun hal bo'ladigan kun. Anchadan beri intervyu bermagandim, kakras. Harakatingni qilginda, mani oilamni tinch qo'y. Til biriktirib olgan hammang. Man ogohlantirdim, deydi Feruza Normatova. Men hech qachon ommaga yig'lab video qilmaganman. Inshaalloh unaqa yuzimni hech kim ko'rmaydi. Lekin bugun yaxshi ko'rgan insonlarimni, musulmon insonlarni oxiratdagi ba'zi holatlardan saqlab qolish uchun qo'yishga majburman shu videoni. Men umuman o'zimni avvalambor oqlamayman. Alloh taolo kimni qanaqaligini juda ham yaxshi biladi. Meni birovga 3-xotin deyishdi. Dubayda videolari tarqab ketgan deyishdi. 4 ta abort qilgan deyishdi. 100 ta odamga qo'shishdi. Birontasini qo'lida isboti yo'q, dalili yo'q. Kimga g'iybat qilishdi? Inshaalloh oxiratda hammasi qarshimga keladi. Alloh yuzlashtiradi va albatta haqqimni olib berishidan umidvorman. Men hajga borib keldim. Alloh taolo menga shunaqa katta ibodat qilishlikni nasib qildi. Agar mana shu gaplarning birontasi rost bo'lsa, Alloh meni hajimni qabul qilmasin. Shunaqa charchadim.